Farg'onada katta shodiyona ma'naviyat va ma'rifat bayrami xalqaro kitobxonlik festivali boshlanmoqda. Barchamizga ma'lum, joriy yil viloyatimizda kitobxonlik yili deya e'lon qilingandi. Yil munosabati bilan Farg'ona viloyati hokimligi tashabbusi hamda bir qator hamkor tashkilotlar tomonidan yirik loyihalar hamda kitob yarmarkalari va madaniy-ma'rifiy tadbirlar o'tkazilishi rejalashtirilgandi. Ulardan eng yirigi esa kitob tafakkur xazinasi shiori ostida o'tkazilayotgan xalqaro festivaldir. Ijodiy jamoamiz bilan birgalikda Marg'ilon temir yo'l vokzalidamiz. Bu yerda viloyatimizga kelgan mehmonlar, xorijiy davlatlardan tashrif buyurgan adabiyot ixlosmandlari, ijodkor mehmonlarni tantanali kutib olish marosimi bo'lib o'tmoqda. Ularni o'zbekona milliy urf-odatlarimizga muvofiq kutib olinayotgani ham o'tkaziladigan xalqaro festivalga o'zgacha ruh bag'ishlamoqda. Ha, rostdan ham ular viloyatimizga xos mehmondo'stlik ila doira sadolari ostida kutib olinayotgani barchaga yuqori kayfiyat ulashmoqda. Biz azaldan bilardik, mehmondo'st juda ham iliq kutib oladigan. Biz hozir bunga amin bo'ldik. Ya'ni Farg'ona o'zining madaniyati, an'analari bilan birga o'zining mehmondo'stligi bilan esda qolarli bir kutib olish marosimi bo'lib o'tdi. Buning uchun albatta tashkilotchilarga va Farg'ona viloyat hokimligiga alohida o'z minnatdorchiligimizni bildirib o'tamiz. I've come a long way. I come from France. Men Fransiyadan keldim. Tashrifimdan asosiy maqsad xalqaro kitobxonlik festivali